Dal hozirgidek faslda jafokash ayollarimizga va yoki xonim-qizlarga chuqur berishimizga tegishli bo'lgan bachka sho'rpisining quvvatini aslab oshirish usulini o'rgatib qo'yay. Qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rgana olasiz, ham o'rganish boshlaydi ketdik. Avval haqiqiy yerlik bachkadan bir nechta tayyor qilib, o'tirdan ish qilayotgandan keyin qozonga solamiz. Odatda sho'rp qaynatganda ma'nodek qum qozon ishlasak, texim yeyish bo'ladi, ham uzunlik quvvati qochib ketmaydi. Ustiga suv quyib, ikkita atrofida zanjibil solib, tuvoqni bir qaynatamiz. Orqadan qo'shimcha materialni tayyor qila olaylik. Mening tayyorlig'im bo'lsa, sabzi, chamg'u, qunaq, shayyo, chilan va alqat. Bachka sho'rpisiga tuvandagidek materialning hammasini to'liq qilsak, hem ichlik bo'ladi, ham quvvatini dastlab oshadi. Hammasi materiallar bitib qoldi, oxirida davomlashtirib ketaylik. Qozon qaynagandan keyin ko'piklarni bir qator suvitib, suratdagidek materiallarni bir-birlab solib olamiz. Ondan bir toz zaifar xamigi va oldin suvchilab tayyor qilib olgan nuqni to'kib, sho'rpining ta'midan texim mizlik chiqish uchun nihoyat oz miqdorda zirt etamiz. Chunki cho'ng ustamning zirtalqining purqi alohida kuchukchimi urug'tiqanlar. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb har qanday mahsulotlarning sifati nihoyat isli chiqadi, chuqur bir sinab beqinglar. Oxirida tetigidek tuz va alqatlarni selib, tuvoqni yepib bir qaynat saqlab bizning rangi bilamdi yoki ta'm jihati bilamdi. Nihoyat ichlik bo'lgan sho'rpimiz tayyor bo'ldi. Hamsi oxirida qilgan ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, Pinglu rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar seni ko'rishar xayr xo'sh.